Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana shu videoda ko'rib turgan kvartiralarimiz sotiladi. Hozir bu videoda kvartirani ijaraga berish uchun obzori bo'lgan. Videoni oxiridan ko'rsangizda shart-sharoitlari, hamma narsasi tanishtirib o'tirilgan. Agar narxi va kvartira ma'qul bo'ladigan bo'lsa, ega nomerlari videoning oxirida ko'rsatilgan. Bemalol murojaat qilib, savdolashib olishlaringiz mumkin. Bundan ko'ringlar, narxlarni, sharoitlarni sizlar uchun taqdim etib o'tamiz. Ketdik. Xudo xohlasa, kvartiramiz 2 xonali bo'ladi. Bu yon tarafda spalni shart-sharoitlari вообще dahshat, gap bo'lishi mumkin emas. Hurmatli kuzatuvchilar, kvartiramiz Yevroremontdan chiqqan natnajoy patologlarimiz spalniki, albatta shkaflari bilan birga beriladi. Qo'l keladigan bo'lsa, hech xavotir olib o'tirmaysiz. Bu yerni обязательно bir soat ichida taxlab to'shab g'olisini qo'yib beradilar. Qolaversa, bu yerda zal. Agar ko'p oilali, ko'p farzandli oilali bo'lsangiz, bemalol bu yerda yashasa bo'laveradi. Mehmon kutish uchun zo'r, dahshat joy, zal umuman yaxshilab e'tibor berasizlar. Natnajoy patologlari ham o'sha chiroyli chiqqan, Yevroremont aboylar, hamma narsasi shkalni prosta kelib yashab barash kerak hurmatli o'rtoqlar. Qolaversa, endi oshxonamiz bor. Oshxonamizdan ko'rsatib o'tamiz. Xolodilnikimiz. Endi sizlardan qolgan, lekin zakonni ishlaydi. Xohlasangiz almashtirishingiz mumkin. Kuxonniy mebellarimiz, oshxona mebellari hali yangi. Kuzatuvchilar, 1 oy yashalgan bu kvartiramizda oilali inson yashalgan. Prosta narxlarni kelishmaganliklari uchun bu yerda ko'p ijarada turmaganlar. 1 oy yashalgan. Yevroremontdan chiqqan yangi kvartira. Kimga ijaraga kerak? Prosta kelib yashab boradigan joy. Oilali odam bo'lsa albatta hammom kerak bo'ladi. Buni sharoitlarni ko'rib turibsizlar, aynan. Gap bo'lishi mumkin emas. Bahosini keladigan bo'lsak, bahosi 2 million qilib beriladi ekan. Egasini nomerini, telefon nomerlarini qoldiramiz. Endi o'zbekchilik balkim kelishlari ham mumkin, narxlarni qaytishlari ham mumkin. Yo'qdan keyin ham shunday mebellar, umuman oilaviy sharoitlarda oila uchun nov kerak bo'lsa, ichki mebellar kerak bo'lsa, albatta hamma sharoitlar qilib qo'yilgan, prosta kelib yashab olish kerak. Narxlari ko'ngildagi deyin bo'lsa, menimcha 2 million narx bu kvartira uchun mut hisobı.